Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana efirda men Muhiddin Zaynovning Isomiddinov sizlar bilan. Bugun 2025 8-mart. Bundan 3 kun oldin yo'lga chiqdik. O'zbekistondan, Andijonda Dardog'idan 5-mart kuni yo'lga chiqqanmiz. Rostov-Donga. O'sha Rostov-Donga yetib qoldik. 120 kilometr qoldi. Soat 10 kam 12 bo'lyapti obed. Xullas 5-kuni ham salkam obedda yo'lga chiqqanmiz. 9lardami 10dami. Rasul sutka bo'lganda o'sha kirib kelyapmiz Rostovga. Ana Rostovning boshlanishi. Ana generatorlar o'rnatilgan ekan. Kun issiq, qor yo'q. Yo'lda Orenburglarda qor bor edi. Qozog'istonda ham qor bor edi. Kunlar issiq. Yana bir nima, hozir kakras zapravkaga to'xtab qoldik. Sizlarga ko'rinami, ko'rinmaydimi? Hozir narxlarini ko'rsataman. Ona 95 benzin 58 rubl, 92 54 rubl. U yog'i DT dizelniy topliva. Dizelniy topliva 47 so'm 50 tiyin ekan. Rossiyada 80 benzin bo'lmaydi. U benzin biz O'zbekistonda. Bu yerda eng past benzin 92. 92 benzinani 54 so'm. Bizni o'zbek puliga pichilsa, hozir hisoblab beraman. O'zbek puliga perevod qilganda 50 so'mi 7000 bo'ladi. Yana 4 so'mi 7,5 ming ekanda, unda aytganda 7,5 ming, 8 mingga bormaydi. 92 benzin. Dizelniy topliva 47 so'm 50 tiyin. Taji u 7 mingga ham bormayapti. Gaz, propan gaz qo'yamiz. 25 rubldan qo'yapmiz. 25 rubli 3,5 ming atrofida bo'ladi. 3500 so'm propan gaz o'zbek puliga hisoblaganda. Bundaqa gaplar mayli, yana ko'rishguncha. Kanalimiz Muhiddin Zaynovdinov Dardaxtag'i. Telegramda Moskva Ryazan Tula O'zbekiston taksi. Kommentariyada kutib qolamiz sizlarni. Mayli, yana ko'rishguncha.